tabiiyki bu sizni butun bir xarajatingizni qoplaydi va qo'shimcha marketing strategiya sifatida ishlab beradi sizga. E'tibor va qo'shimcha mijozlarni loyalnostini oshiradi va biladiki, что uni zakazi qabul qilindi, uni zakazi yo'lda, uni zakazi yaqinda dastavka bo'ladi. Aynan shuning uchun men o'z mijozlarimga buni tavsiya qilaman. Buni ko'pchilik bilmaydi va SMS dan shuning uchun foydalanmaydi. Rovna 1 yil muqaddam SMS xabarnoma xizmati haqida video olgan ekanman va u 1400 dan ko'ra ko'proq ko'rishlar soniga ega bo'lgan. Nimaga? Chunki aynan SMS xabarnomaga hozir qiziqishlar ortib boryapti. Va har bitta biz bilan ishlaydigan mijozlarimizga biz SMS xabarnomani qo'shishni tavsiya qilamiz. Chunki degan savolimga aynan bugungi videoimda batafsil javob beraman. SMS xabarnoma bu ishonch va qo'shimcha sotuv. Shunga qisqacha, aniq va tiniq, foydali, manfaatli video bo'ladi. Oxirigacha ko'ringlar. Nega SMS xabarnoma xizmati ishlaydi? Chunki mana chet elda bilsanglar, email marketing bor. Email marketingda ba'zi yig'larda email marketingda hammaga email orqali, pochta orqali aytaylik har xil xabarlar, aksiyalar va hokazolar jo'natiladi. Va tabiiy bu o'ta misol email bepul. SMS oladigan bo'lsak ham aniq summasini men ayta olmayman, chunki bu video chiqqanda sizlarda aytaylik narxi o'zgargan bo'lishi mumkin. Shunga eng minimal 90 so'm, 99 so'm deylik. Mana shu summani aytaylik minglab odamlarga xabar jo'natish orqali orasidan bir nechta mijoz chiqsa va tabiiyki bu sizni butun bir xarajatingizni qoplaydi va qo'shimcha marketing strategiya sifatida ishlab beradi sizga. Undan tashqari o'nlab turlari bor. Bu haqida batafsil. Xo'p, birinchi navbatda SMS xabarnoma bu rasmiy va ishonchli ekanligingizni nima desa bo'ladi? Qabul qiluvchiga, mijozingizga belgi bo'ladi. Chunki har bitta odam SMS xabarnoma xizmatini yoqa olmaydi. Uning uchun SMS xabarnoma xizmatini yoqish uchun rasmiy korxona bo'lishi kerak, to'g'rimi? Va shunaqa psixologiyada narsa bor. Agar menga SMS kelsa, demak, kompaniya haqiqiy men haqimda g'amxo'rlik qiladi. Buni tabiiyki Evas'dan bilsangiz ham bo'ladi, Oqtepa yoki bo'lmasa qurilish korxonalari, ya'ni banklardan hamma yoqda bilsangiz bo'ladi, o'z nomi bilan SMS keladi. Bu haqiqatda nima desa bo'ladi? Qo'shimcha e'tibor va qo'shimcha mijozlarni loyalnostini oshiradi. Ya'ni boshqa korxonalardan ustun fiz sifatida ham ishlatsangiz bo'ladi buni. SMS xabarnomani turlari haqida qisqacha to'xtalib o'tamiz. Servis xabarlari, trigger xabarlar, marketing xabarlar, image va aynan hozirga aytib o'tdim-ku, 1 yil muqaddam men SMS xabarnoma haqida video olgan ekanman va yana aytib o'tdimki, har bitta mijozimizga SMS xabarnoma qo'shishni taklif qilamiz. Chunki quyidagicha foydalari bor. Servis xabarlari zakazni tasdiqlash, yetkazib berish haqidagi xabarlar mijozga ketib turishi mumkin va buni bilgan mijoz sizni hadeb bezovta qilavermaydi va biladiki, что uni zakazi qabul qilindi, uni zakazi yo'lda, uni zakazi yaqinda dastavka bo'ladi. Trigger xabarlarga keladigan bo'lsak, tug'ilgan kuni, eslash kuni, uchrashuv eslatmalari, mana shularni SMS qilish orqali siz tug'ilgan kunini SMS qilib eslatish orqali insonga bir приятный, как бы anaqa bo'ladi. Yoqimli tuyg'uni aytaylik sovg'a qilasiz deylik, to'g'ridan-to'g'ri aytadigan bo'lsak. Ikkinchisi bu uchrashuv eslatmasi bo'ladigan bo'lsa, mana bizda bir nechta sotuv voronкасы haqida video olingan edi. U video qo'yilgan adashmasam, o'zi ko'rsanglar bo'ladi. Aynan u videoda aytganimdek, har bitta sotuv voronкасы etaplari bor-ku. Ana shu etaplarda bizda uchrashuv degan voronkamiz bor, to'g'rimi? Aynan uchrashuvda siz mijozga oldindan yoki 1 soat oldin yoki 1 kun oldin SMS xabarnoma orqali hurmatli mijoz falonchi, siz bilan ertaga quyidagi joyda aytaylik mana shu mavzuda suhbatlashamiz degan SMS xabarnoma yuborish imkoniyati bor. Buni ko'pchilik bilmaydi va SMS dan shuning uchun foydalanmaydi. Aynan bu videolarni ko'rganinglar bu kabi sizlarga foydali desa ham bo'ladi. Uchinchisi bu marketing xabarlar. Aksiya, chegirma, yangi mahsulotlar. Tushunasizlar, hamma targetga urib yotgan o'zini bir paytda siz bu yoqda bor bazingizni maksimalni progress qilib, ularga SMS xabarnoma orqali SMS xabarnoma jo'natib, aytaylik siz o'z sotuvlaringizni oshirish payida bo'lyapsiz. Bu ham ishlaydigan sxema. 4-inchisi bu image xabarlari. Tashakkurnoma, bayram tabrigi, ijtimoiy xabarlar. Bu ham qaysidir ma'noda o'zingizni korxonangizni nomi bilan SMS kelyapti. Tasavvur qiling, qaysidir aytaylik mijozingizga falonchi narsani xarid qilgani uchun tashakkurnoma bildiryapsiz. Falonchi aytaylik bayram sanasida ayollarga alohida 8-mart bilan tabriklayapsiz. Kimdir 14-yanvar erkaklarni misol uchun, yana nimadir va hokazo.
Mana shunaqa imajiga ta'sir qiladigan xabarlar jo'natish bu sizni marketingdagi eng birinchi qoida. Bu u yoki bu xizmatingizni mijoz shunchaki bilish kerak xolos. U sizni ishonishi, u sizni xizmat sifatingiz va hokazolar lokatsiyalaringiz hammasi 2-3 darajali narsalar. Aynan ana shu mahsulot yoki xizmat kerak bo'lganda shunchaki qaysidir korxonani nomi esiga kelsa, ana undan keyin u qiziqib to'liqroq, batafsilroq ma'lumot olishni boshlaydi va SMS xabarnoma xizmati sizga quyidagi imkoniyatni yaratishga yordam beradi. Va quyidagisi keyingisi SMS xabarnomadan foydalanishi 10 ta yo'nalish. Onlayn do'kon, kafe, o'quv markazi, turfirma, klinika, avtoservis, ko'chmas mulk, fitness klub, B2B kompaniya, tadbir, eventlar. Misoli, onlayn do'konda zakazingiz qabul qilinadi, tovar yo'lga chiqdi. Kafe, restoran, bron tasdig'i, chegirma e'loni. O'quv markazi, darslar haqida eslatma, kurs, aksiyalar. Turfirma, tur bron tasdig'i, parvoz vaqti haqida eslatma. Klinika, shifokor qabul kuni haqida xabar va kelish kuni haqida. Avtoservis, texosmotr yoki mashinaning tayyorligi haqida. Ko'chmas mulk, xonadon ko'rish uchun yozilgan vaqt tasdig'i. Fitness klub, mashg'ulot eslatmasi, abonement chegirmalari, abonement to'lovlari. Undan tashqari B2B kompaniya, shot va yuk jo'natish haqida xabar. Tadbirlar, eventlar, sanani eslatish, taklifnoma. Короче, yana nima sizlarga kerak bo'ladi? SMS bu ayni damda, ayni muddao bo'lgan tasdiqlash, loyallikni oshirish imkoniyati. Moliyaviy tarafiga уже siz bilan to'xtalib o'tdik. Har xil SMS xabarnomalar bor, eskiz bor, Opera SMS bor, keyin Playmobile, shunga o'xshash. Ularning qaysi biri yaxshi, qaysini plus minusi bor. Tabiiyki, agar qiziq bo'ladigan bo'lsa va o'rnatmoqchi bo'lsangiz, bizga murojaat qilsangiz bo'ladi. Biz o'zimiz tavsiya, taklif va yoqib berishga yoqib berish xizmatimizdan sizga taklif qilamiz. Xo'p, xulosa yasaydigan bo'lsak, SMS xabarnoma ham reklama, ham mijoz loyallikni oshirish, ham tasdiqlash, ham imkoniyatlar kengayishi. Tushunyapsiz? Aynan shuning uchun men o'z mijozlarimga buni tavsiya qilaman va aynan men bilan ishlagan mijozlarning ko'pchiligida SMS xabarnoma aktiv ravishda ishlaydi. Xo'p, eslatib o'taman, men Bekzod Xanov, sizlar уже meni taniysizlar, kompaniya BT24 va biz avtomatizatsiya bilan shug'ullanamiz. Seriya telefoniy SMS xabarnoma xizmatlarini korxonaga joriy qilamiz, o'rnatamiz, o'rgatamiz. Va tabiiyki podдержка qilamiz. Agar sizga video manfaatli bo'lgan bo'lsa, like va obuna bo'lishni unutmang. Qanaqadir savolingiz bo'lsa, kommentariyaga yozing yoki menga shaxsan Telegramdan yozing, chunki men Telegramda aktivman. Va men sizga tabiiyki o'zimdagi bor foydali ma'lumotlar bilan bo'lishishga tayyorman. Agar xizmatlar kerak bo'lsa, aloqadamiz. Salomat bo'linglar, charchamanglar.